qiz bola bilan o'g'il bolani xulq bilan tarbiya qilishda farq bor. O'g'il bolalarda tarbiya qilishdagi asosiy negiz shijoat, g'ayrat hisoblanadi. Ya'ni asosiy narsani shijoat va g'ayrat deb turib o'rta markazga qo'yib, uni atrofiga zakiylik, xushfe'llik degan narsalarni ziynat qilib terish kerak ota yoki ona. Qiz bolagachi desa, qiz bolaga sharma hayo degan narsani o'rtaga qo'yib, uni atrofiga ziynat qilib boshqa fe'llarni, boshqa xulqlarni terib chiqib, uni odatga kirgizish kerak debdilar. Mana shu narsani dini islom eng asosiy narsa deb turib qo'ygan. Xo'p, odobli bo'lsak, hamma odobli bo'lib ketsa nima foyda? Qarang, yer yuzini o'ziga foyda hisoblanadi. Hamma o'zini haddini bilsa, had degani nima degani? O'zini haddi degani o'zini chegarasi. Kimdir otami demay otadek yurish kerak. Farzandini oldida ota deb atalishiga loyiq ish qilish kerak debdilar.